Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum Ustoz, assalom va rahmatullohi va barakatuh. bugun biz Ramazon oyi munosabati bilan siz bilan muhim mavzularda suhbat qilmoqchimiz. Ruxsat bersangiz boshlasak. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Ustoz, nima sababdan Ramazon oyi bir yilda 30 kun keladi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalatu vassalamu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajmain. Xush kelibsizlar. Alloh taolodan duo qilib so'raymiz. Avvalo bu suhbatni ana shu mo'min musulmonlarga, hammalarimizga Alloh taolo foydali qilsin. Va Alloh taolodan duo qilib so'raymizki, barchalarimiz Alloh taolo Ramazon oyiga, Ramazonni ibodatlariga, xatm Qur'onlariga, tarovihlariga, ana shu qilinadigan barcha saharlik, iftorlik, yaxshiliklarga Alloh taolo o'zi yetkazsin. Amin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda Ramazon oyi haqida aytdilarki, umuman oylar haqida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ash-shahru hakaza va hakaza deb Oysha onamizga qo'llar bilan ishora qildilar. U qanday bo'ladi desa, oy 29 kun bo'ladi yoki oy 30 kun bo'ladi degan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Demak, musulmonchilikda Alloh taolo oyat karimada Inna iddatash shuhuri indallohi 12 shahron. Allohning huzurida oylar 12 ta dedi. Mana shu oylarning 11tasi boshqa va Ramazon oyi boshqa bo'lib hisoblanadi. Umumiy 30 kunligi desa, oylar musulmon, ya'ni hijriy hisob bo'yicha yoki 29 ta bo'ladi yoki 30 ta bo'ladi. Ammo Ramazon oyi masalan nima sababdan biz 30 kun roza tutamiz degan savol bo'lsa, ulamolarimiz aytishadiki, Alloh taolo mo'min musulmonlarni mana shu 30 kunning ichida bir yillik, undan keyingi bo'ladigan 11 oy yoki 330 kun, agar 65 kun desak, keyingi 330 kunga ta'lim, tarbiya, taqvo, yashashlik, yo'llanma bo'lishlik uchun Alloh taolo tarbiyaviy 30 kun qildi deydi ulamolarimiz. Mana shu 30 kun ichida musulmon inson o'zgaradi. Yeyishlikdan tiyilganligi uchun, ichishlikdan tiyilganligi uchun, o'zini ahli ayoldan, ya'ni halol bo'lgan narsalardan ham tiyilib turganligi uchun insonning nafsi to'g'rilanadi, tarbiyalanadi. Bu 30 kun mo'min musulmonlar uchun tarbiya bo'lib hisoblanadi. Ustoz, ikkinchi savolimiz, Ramazon oyida roza tutish va farzlari nimalardan iborat? Roza masalasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda Buniyal islam ala khamsin. Islom dini 5 arkonni ustiga qurildi dedilar. Islomda hukmlar ko'p, shariatda qiladigan ishlarimiz ko'p. Lekin islom dini 5 ta arkonni ustiga qurilgan. Ash-shahadatu an la ilaha illalloh va anna Muhammadur rasululloh. Birinchisi, biz hammamiz mo'min musulmon ekanligimiz e'lon qilishligimiz, buni bildirishligimiz, ya'ni til bilan aytiladi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadur rasululloh degani, men guvohlik beraman, Alloh taolodan o'zga iloh yo'q va guvohlik beraman, Muhammad sallallohu alayhi vasallam Alloh taoloning haq va oxirgi payg'ambari. Habibulloh rasululloh, ya'ni ma'lum mashhur masala. So'ngra iqomus saloh dedilar. Ya'ni namoz o'qishlik. Bir kecha kunduzda Alloh subhanahu va taolo mo'min musulmon inson uchun 5 vaqt farz namozlarni farz qildi. Ya'ni bomdod, peshin, asr, shom, xutton 5 ta. Qolgan hammasi nafl bo'lib hisoblanadi. So'ngra Alloh subhanahu va taolo ro'zani farz qildi. Ro'za musulmon insonga, balog'atga yetgan insonga, musofir mas bo'lgan insonga hamda salomatchiligi yaxshi bo'lgan insonga ro'za farz qilingan. Har yili bir marta, hozir boya aytganimizdek, har yili bir marta, 11 oydan tashqari, mana hozir biz Sha'bon oyidamiz. Sha'bon oyi va Shavvol oyini orasida Ramazon degan oy bor. Mana shu Ramazon ro'za deymiz biz tilimizda. Mana shu ro'za bo'lib hisoblanadi. Bu 30 kun yoki 29 kun. Buni farzi Alloh subhanahu va taolo 2-hijriy yilda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga oyat karimada xitob qilib, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iymon keltirganlar, sizlarga xuddiki sizlardan avvalgilarga farz qilingani kabi ro'za farz qilindi dedi. Mana shu bilan demak 2-hijriy yilda mo'min musulmonlarga ro'za farz bo'ldi va Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu Ramazon oyini ro'zalarini tutib ko'rsatib berdilar. Sahobalarga tushuntirdilar. Mana shu buni nima ahkomi, kunlari bo'lib hisoblanadi. Demak, musulmon inson bir yilda bir marta
Ramazon oyida 30 kun yoki 29 kun ro'za tutishligi balog'atga yetgan bo'lsa, aqlli bo'ladigan bo'lsa, hamda u kishi musofir bo'lmasdan, musofir bo'lsa ham farz bo'lib turadi, faqatgina qaytib kelib tutib beradi. Yoki kasal bo'lmasa, shu inson ro'za tutishligi farzi ayn bo'lib hisoblanadi. Aynan degani, aynan siz ro'za tutishingiz kerak degani. Sizga ya ayyuhallazina amanu ey iymon keltirgan deganda, shu musulmonlarning hammasi kiradi. Har bir musulmon ro'za tutish kerak bo'ladi. Agar farz bo'lsa, agar tutmaydigan bo'lsa, unda muammo yo'q. Tutmasa ham yoki namoz o'qimasa ham yoki boshqa qilmasa ham, lekin musulmon bizning e'tiqodimizda ertaga qiyomat bo'ladi va Alloh taoloning huzurida turishlik bo'ladi. O'sha joyda namozdan keyin ro'zadan so'raladi. Shuning uchun demak, ustoz, tutgan odam savob oladi. Musofir dedingiz, musofirlar kelgandan keyin tutib beradi dedingiz. Kasal odamlar. Ular to'g'ri yaxshi bo'lgandan keyin tutadi. Ha, shunday Alloh taolo oyat karimada "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Kimki sizlarning ichingizda marid degan kasal degan. Sizlardan kimki kasal bo'ladigan bo'lsa yoki u odam safarda bo'ladigan bo'lsa, fa iddatun sanash degan. Min ayyamin ukhra, boshqa kunlarda sanab tutib bersin dedi. Bu nima degan desa, masalan, bir inson 3 kun safarda bo'lsa, 4 kun safarda bo'lsa, shu kunlar ro'za tutmaydi, qaytib kelgandan keyin Ramazondan keyin. Chunki Ramazonning ichiga boshqa ro'za sig'maydi. Masalan, 10-kunmi? 10-kunga ro'za tutilishi kerak. 16-kun bo'lsa, 16-kunda o'zining ro'zasi farz bo'lib turadi u odamga. Demak, 30 kun bu yerda bizning tilda aytganda 30 kun bu odam ro'za boshqa tuta olmaydi. Boshqa ro'za tuta olmaydi. Fa iddatun min ayyamin ukhra degani Ramazondan keyin, hayit kuni emas, faqat Ramazondan keyingi Ramazongacha shu odam o'zi aslida nafllaridan avval birinchi shu qazolarni tutib berish kerak bo'ladi. U kasal bo'lishi mumkin, u safarda bo'lishi mumkin. Faqatgina kasalda bitta yana bir qismi bor. Endi biz sal fiqhiy tarafga o'tib ketdik. Aslida biz fiqhiy emas, biz mavzuyimiz kasalni tuzalmaydigan kasal bo'lsa, noumid deyiladi yoki juda ham yoshi ulg'ayib ketgan kishi bo'lsa, u kishilar fidya berib qo'yadi. Chunki tuzalmaydigan kasalni bizning shariatimiz majburlab endi siz ro'za tutib bering deb aytmaydi. Allohu a'lam. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Ustoz, yana bitta qo'shimcha savol shu temaga. Men aytmoqchiman, safarda yurgan odam, hozir endi safar deganda, naprimер, 3 kunga bir Turkiyaga ketdi deyilgan. U yerda hamma shart bor u ro'za tutgani. O'sha safar bo'lib hisoblanadimi yo qanaqa bo'lib qoladi? Safar bo'lib hisoblanadi. Biz Qirg'izistonimiz muftiyatida Agar tutaman deb tutsa, biz Qirg'izistonimizda 120 kilometr degan fatvo berildi. 90 kilometrdan boshlanadi degan nimalar bor. Masalan, boshqa fatvolarda bizda 120 kilometr berildi. Shu joy 3 kunlik masofa, ya'ni 3 kunlik piyoda yuriladigan yo'l. Shunga safarga chiqqan inson ixtiyor beriladi, xohlasa tutadi. Bu qasr namoz bilan farqi bor-da. 3 kunda borib qaytib kelaman desa, o'sha joyga borgandan keyin ro'za tutaman desa qaytarilmaydi. Lekin qasr namozimni to'liq o'qiyman, masalan, asr 4 rakat asrdi, men shuni 2 rakat qilib qasr qilish kerak, shuni 4 rakat bo'yicha o'qiraman desa, yo'q, siz musofirsiz deyiladi. Ammo ro'zada ixtiyor bor. Xohlasa tutadi, chunki unga ruxsati bor, xohlasa tutmaydi, unga ham ruxsati bor. Nimaga? Musofir degan nimaga ko'ra. Alloh rozi bo'lsin. Ustoz, ro'zaning fazilatlari haqida Qur'oni Karim oyatlaridan va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislaridan misollar keltirib beringchi. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Ro'zani fazilatlari, o'zi umumiy ibodatlarning fazilatlari bor. Shu fazilatlarning qatorida ro'zani fazilatlari ham bor. Men, ya'ni bular bizni tomosha qilib turganlarga qarab aytsam ko'proq. Ro'zani fazilatlari Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iymon keltirganlar deb Alloh taolo xitob qildi. Bu xitob erkak kishiga ham, ayol kishiga ham bir xil bo'ladi. Demak, erkak kishilar ham, ayol kishilar ham iymon keltirganlarning safida, balog'atga yetgan bo'lsa, muqim, ya'ni musofir bo'lmasa, sizlarga Ramazon ro'zasi farz qilindi. Xuddiki sizlardan avvalgilarga kabi ro'za farz qilingani kabi dedi, ya'ni. Oldingi ummatlarda ham ro'za farz qilingan ekan. Bizga ham Alloh subhanahu va taolo ro'zani farz qildi, ammo kayfiyatida farq qilib qolishligi mumkin. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Sizlardan kim kasal bo'ladigan bo'lsa
yoki safarda bo'ladigan bo'lsa, u odam keyin tutib berishligi mumkin dedi. Ro'zani fazilati haqida o'ta ko'p hadislar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilarki, "Man soma yawman", qaysi inson bir kun ro'za tutadigan bo'lsa, fi sabilillahi, Alloh taoloning yo'lida bir kun ro'za tutadigan bo'lsa, Alloh taolo shu insonni 70 yil do'zaxdan uzoqlashtiradi. 70 yil. Bir kunlik tutilgan ro'za uchun. Bu qaysi ro'za desa, bu nafl ro'za. Ulamolarimiz aytadi, agar nafl ro'zani fazilati shunchalik bo'lsa, farz ro'zaniki qanday bo'ladi deydi. Agar nafl ro'zani fazilati shunchalik bo'ladigan bo'lsa. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilarki, "Lis-soimi da'watun la turaddu." Ro'zadorning shunday bir holati bor. Agar ro'zador duo qiladigan bo'lsa, uni duosi so'zsiz ijobat bo'ladi dedilar. Mana shu yerda ham bir ulamolarimiz so'zi bor. Demak, saharlikdan boshlab iftorlikkacha ro'zador duo qilishligi mumkin. Saharlikdan boshlab iftorlikkacha. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ro'zador insonning og'zidan kelgan hidni ham maqtadilar. La khalufu fam as-soim atyabu indallohi min rihil miski. Ro'zador insonning og'zidan kelgan hid tam Alloh taoloning huzurida miskdan-da shirindir, xushbo'ydir, yaxshidir dedilar. Shuning uchun biz mo'min musulmonchilikka aytamizki, ya'ni hadis qudusiyda Alloh taolo as-savmuni va ana ajzi bihi dedi. Ro'za men uchun dedi. Masalan, uyda namoz o'qisa, farzni ado qilgan bo'ladi va unga savob bo'ladi bitta. Jamoatda o'qisa 25 ta, 27 ta bo'ladi. Raqamlar mashhur, ma'lum. Aqsoda 250 ta, Madina Munavvarada 1000 ta, Makka Mukarramada 100 ming ta bo'ladi. Ammo ro'za tutsachi desa, Alloh taolo ro'zani mukofotini yashirib qo'ydi. Ulamolarimiz aytadi, yashirilgan narsa nimaga qimmat? Demak, yashirilganligi uchun qimmat. Odam oddiy narsani bir narsaga o'rab bermar ekanda. U brilliant bo'lsa, qimmat uzuk bo'lsa, u bir sirg'a bo'lsa, shuni kichkina idishcha qilinadi, uni haligi idishga solib qo'yiladi. Soat bo'ladigan bo'lsa yoki boshqa bo'lsa, ovora bo'lib unga karobka qiladi, bekitib qo'yadi shuni. Shuning uchun Alloh taolo aytayaptiki, "As-savmuli va ana ajzi bihi." Ro'za men uchun deyapti. Uni mukofoti nima deb biz so'rasak, Alloh taolo aytayaptiki, hadis qudusiyda va ana ajzi bihi. Uni mukofotini men o'zim bilaman deyapti. Ana shu joyda musulmon inson uni mukofotini men o'zim beraman deganda olimlarimiz bir ajoyib so'z aytadiki, Alloh taolo kichik narsani yashirmaydi. Buni misoli kichkina bola cho'ntagimda pulim bor desa, uni 100 so'm puli bo'lishi mumkin. Kattaroq bola pulim bor desa, 1000 so'm puli bo'lishi mumkin. Qishloqda boyi meni pulim bor desa, 1-2 million pul bo'lishi mumkin-da. Shaharni boyi. O'sha mamlakatda eng boyi milliard puli bo'ladi. Dunyoning eng boyi ana Elon Musk degan bir inson bor ekan, agar inson deyilsa, o'sha kishining puli qanchadir milliard ekan, masalan. Endi shu kishini misol qilyapmiz, xolos. O'sha Elon Musk kelib, sizga men mukofotim bor desa, bu bizga nima deydi masalan? Bo'lmadi deganda bir Tesla beradi deymizda. Ha. Kichkina narsa bermaydi-da. Eng kichkina sovg'asi ham katta bo'lib hisoblanadi. Bu dunyo boshlanib bugungacha yashayotgan hayotimizda bitta qismidagi bitta boyni imkoniyati. Tarixda qancha boylar o'tdi, kelajakda hali qancha boylar chiqadi. Shularning hammasini egasi Alloh taolo. Alloh taolo aytayaptiki, "As-savmuni", ro'za men uchun. Va ana ajzi bihi, shu ro'zani mukofotini men beraman deyapti. Demak, ulamolarimiz aytadiki, ro'zani mukofoti juda ulug'. Qancha u bilmaymiz. Nimaga? Alloh yashirib qo'ydi. Nimaga yashirdi? Qimmatligidan yashirdi. Kattaligidan yashirdi. Ulug'ligidan yashirdi. Aslida tutmasa gunohkor bo'ladi. Lekin shu ro'zani tutadigan bo'lsa, ulug' savoblarga erishadi. Chunki Alloh subhanahu va taolo hadis qudusiyda fa innahu li va ana ajzi bihi. Chunki ro'za men uchun, uni mukofotini men beraman deyapti. Men aytardim, ba'zi bir ro'za tutmaydigan yoki Ramazon kunlarini ham boshqa kunlar kabi o'tkazayotgan aka-ukalarga, opa-singillarga, yaqinlarimizga Ramazon ro'zasini qo'ldan chiqarmaylik, hurmatli jamoat. Ro'za keldi, biz bo'ldik. Ro'za ketadi. Keyingi yilgi ro'za kelganda biz bormizmi, yo'qmizmi, buni Alloh taoloning o'zi biladi. Demak, shu ro'zadan, ya'ni Ramazondan foydalanib qolaylik. Nima uchun Ramazon oyida jamoat bilan ibodat qilishga alohida e'tibor qaratiladi? Yaxshi savol. O'zi mo'min musulmonchilikda hammasi, agar e'tibor beradigan bo'lsak, jamoatga qurilgan.
Alhamdulillah biz hammamiz ahli sunnat val jamoat, sunnatga ergashgan jamoatmiz. O'qiyotgan namozimiz jamoat bilan bo'ladi. Bomdod namozini uyda o'qilganligi bilan jamoatda o'qilganligining farqi bor. Juma shu jamoat degani. Ko'p jamoatlar to'plangan joyda. To'y qilmoqchi bo'lsak, jamoat bilan to'y qilamiz. Qo'shnini, mahallani, qavm qarindoshini chaqiramiz. Ramazon oyida mo'min musulmonchilikka qo'shimcha iftorlik, saharlik va tarovih degan namoz bor. Ana tarovih namoziga e'tibor bersangiz, odamlar masjidlarga borishib, jamoat bo'lib tarovih namozini o'qishadi. Musulmonchilikni o'zi, mana jamoat 3 tami, 2 tami degan bir savol bor. 3 tani deylik. 3 ta va uni yuqorisi. Musulmonchilikni hammasi jamoatga targ'ib qiladi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana hadisda aytiblar, qaysi inson tarovih namozini o'qisa yoki xuftonda o'qisa, la yansarif hatta yansarifal imam. Imom ketishdan oldin ketmasdan, imomdan keyin ketadigan bo'lsa, shu jamoatda. Bu kishini o'qigan namozi xuddiki tunni yarmigacha o'qigan ibodatga o'xshaydi dedilar. Demak, bu xufton o'qidi va imomdan keyin ketdi va bomdod o'qib qo'ydi. Jamoatda o'qidi ikkalasini. Ikkalasini o'qigan namozi tufayli kechasi bilan bu yarmiga bo'lsa, bu yarmiga bo'lsa, tuni bilan to'liq tahajjud o'qib chiqqanga hisobga o'tadi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislari bor. Demak, bizning mo'min musulmonchilikda jamoatga doim targ'ib qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sahobalar bo'lgan, oldingi o'tgan payg'ambarlarni havoriylar bo'lgan, bular yordamchisi. Mana shu joy o'zi jamoatni boshlanishi. Bundan keyingilar ham nima? Mana shunday. Jamoat bo'lib duo qilishlik. Endi e'tibor bersangiz, bizda masalan jamoat bo'lib hashar qilib uylar qurilardi. Avval yo'llar solinardi. Kanallar kavlangan, masalan, qazilib boshqa qilingan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohning rahmati jamoatda dedilar. Barakati jamoatda dedilar. Nusrati, g'alabasi, rahmati jamoatning ustida dedilar. Demak, Alloh taoloning rahmati ham mana shu jamoatga tushar ekan. Shuning uchun musulmonlar jamoat bo'lib namoz o'qishadi, jamoat bo'lib imkon bo'lsa iftor qilishadi, iftorlikka chaqirsa, yoki tarovih namozlarini jamoat bo'lib o'qishadi. Allohning rahmati mana shu jamoatga tushganligi uchun. Alloh rozi bo'lsin. Tarovih namozini qancha odamdan boshlab jamoat deb hisoblasak bo'ladi? Tarovih namozi aslida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tarovih dam olish degani. Birinchi kuni o'qidilar, keyin ikkinchi kun ko'proq odamlar ergashganda, so'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozga chiqmadi. Nimaga desa, xoshitu an tufrada alaykum. Sizlarga bu ham farz bo'lib qolishdan qo'rqaman dedilar. Xuddiki hajda turganda bir kishi so'radi, "Ya Rasululloh" dedi, "Afana hajju fi kulli amin, har yil haj qilamizmi?" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam teskari qarab javob bermaslik uchun. Yana so'radi, "Har yil haj qilamizmi? Har yil haj qilamizmi?" Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Walau qultu na'am la faradat wa lamastata'tum." Men hozir ha deb javob beradigan bo'lsam, hammanglarga har yili haj qilishlik farz bo'ladi, qo'lingizdan kelmaydi. Shuning uchun men javob bermadim dedilar. Tarovih namozida ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chiqmadilar-da. So'ngra sahobalar ko'paydi, keyin esa tarovihni hamma uyda o'qidi, kechki tungi namozga o'xshab. So'ngra Abu Bakr roziyallohu anhu davrlari, so'ngra Umar ibn al-Xattob jamoatga hamma masjidga kirib alohida o'qiyotganini ko'rdilar-da, jamoat qilib ularni tarovih namozini jamoat bo'lib o'qiylar. Bu qanday ham yaxshi bo'ldi degan Umar roziyallohu anhu so'zlari bor. Mana shu joydan bo'lib kelgan. Endi qancha ko'p jamoat bo'ladigan bo'lsa, shuncha savob ko'p bo'ladi deyiladi. Qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa. Shuning uchun katta masjidlarga borib yoki xatm Qur'onlarga katta jamoatlarda qatnashilsa, savobi ko'proq bo'ladi. Ramazon va duo ustoz nima bog'laydi? Muhim savol. Yaxshi savol. O'zi aslida musulmon inson duo bilan yashash kerak. O'zi aslida ertalab tursangiz duo qilasiz. Hojatxonaga borganda duo qilinadi. Ovqat yemoqchi bo'lsa, choy ichmoqchi bo'lsa, safarga chiqmoqchi bo'lsa, yaxshi oila kerak bo'lsa, halol rizq kerak bo'lsa, muhim inson har kuni duo qiladi. Imkon bo'lsa har lahzada duo qiladi. Ammo lekin duoni ijobat bo'ladigan vaqtlari bor. Duoni ijobat bo'ladigan o'rinlari bor.
duoni ijobat bo'ladigan holatlar bor va to'sib qoladigan holatlar ham bor. Mhm. Ha, siz savolingizda duo, Ramazon, ro'za ikkalasini nima bog'lab turadi Bog'lab degan turadi. masala bor. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam, ey iymon keltirganlar, sizlarga Ramazon ro'zasi farz qilindi degan oyat karima, uzoq oyat karima ahkomlar davom etgandan keyin Alloh taolo aytibdiki va idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Mendan, ya'ni men haqimda bandalarim deyapti. Mhm. Mana shu yerda e'tibor beradigan narsamiz Alloh taolo aytibdiki bandalarim deyapti. Bu birinchi muhim joyi. Bandalarim degani shular mo'min musulmonlar hammasi mening bandalarim degan ma'noni bildiradi. Va idza sa'alaka ibadi anni, bandalarim men haqimda so'rasa, fa inni qarib, men ularga juda ham yaqinman deyapti. Mhm. Demak, bu oyat qayerda kelyapti? 30 pora Qur'onda qaysi joyida kelyapti desa, bu oyat ayni Ramazon ro'za ahkomlaridan so'ng kelyapti. Alloh taolo nisbat beryaptiki, meni bandalarim deb. Bu unday ulug' narsa, meni bandalarim degani, men bularga yaqinman, bular menga yaqin degan nimani alomatni, dalolatni beradi. Ujibu da'vatan da'i idza da'an. Duo qiladigan bo'lsa, men duosini so'zsiz ijobat qilaman deyapti. Demak, ro'zador odam haqida gap ketyapti. Shuning uchun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam lis-soimi da'vatun la turaddu. Ro'zadorning duosi bor, qaytarilmaydi dedilar. Boya ozgina shu so'z haqida urg'u qildik. Mhm. Ulamolarimiz aytadi, demak, ro'zador ertalabda, peshin vaqtida, asr vaqtida yoki xohlagan vaqtda yoki shomga yaqin, ya'ni iftorga yaqin. Iftorga yaqin paytda duo qiladigan bo'lsa, ijobat bo'ladi. Nimaga degan savol bor. Nima sababdan deydigan bo'lsa, iftorga yaqin kunduz bilan ro'za tutdi. Va endi ibodat qildi. Kunduz bilan sabr qildi. Taom yemoqchi bo'ldi, yemadi. Bu suv ichmoqchi bo'ldi, Ichmadim. ichmadi. Yoki o'zini halol bo'lgan ahli ayoli yoki bir narsa, shularni hammasidan o'zini to'xtatdi, to'sdi. Nimaga? Chunki as-sawmuli deydi Alloh taolo, ro'za men uchun dedi. Bir ro'zador odamga e'tibor bersangiz, hech kim yo'q joyda ham yeb olmaydi, ichib olmaydi. Yoki boshqa bir narsalarga bormaydi. To'g'ri. Shu mana shu Ramazon oyida bu ro'zador odam Alloh taolo buni qarab turganida yuradi. Odamlarda ham emas. Mhm. O'zi yolg'iz qolganda ham, o'zi yolg'iz qolgan o'rinda ham bu inson xuddiki bir narsa bu kishini kuzatib qarab turganday his qiladi o'zini. Haligi doim tepadan kimdir u kishini nazorat qilib turganday his qiladi. Odam Alloh Nazorat ostida. kuzatib turganda, nazorat ostida. Shunday Alloh taolo bu insonni haligi ehson degan savol bu. Jabroil alayhissalom keldi. Ehson nima deb so'radi. Ikkita ko'rinishi bor. Anta abudalloha ka'annaka tarahu. Allohni ko'rib turganingday ibodat qilishing dedi. Davomida fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sen ko'ra olmayapsan, biz bu ko'zimiz bilan ko'rmaymiz. Qiyomatni ko'ramiz Alloh taolodan va jannatni ko'ramiz inshaalloh. Fa illam takun tarahu. Agar sen ko'rmayotgan bo'lsang, seni Alloh taolo qarab turibdi deb his qilishliging ehson dedi. Ehsonning ma'nosi shu. Ro'za tutgan odamga e'tibor bersangiz, doim u kishini xuddi bir ulug' zot qarab turganiday halol bo'lgan narsani yemaydi. Halol bo'lgan narsani ichmaydi. Shuning uchun Alloh taolo aytdiki, yada'u ta'amahu va sharabahu. Bu meni bandam dedi. Men uchun yeydigan taomini yemaydi dedi. İçadigan narsani ichmaydi. Fa innahu li as-sawmu li, ro'za men uchun va ana ajzi bihi dedi. Ana endi shu odam yeyishdan to'xtab turgan, ichishdan, haloldan to'xtab turgan inson kechga yaqin borib, mana shom paytlarida qo'lini duoga ochadigan bo'lsa, ulamolarimiz aytishadi, shu insonning duosi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislariga ko'ra la turaddu, qaytarilmaydi. So'zsiz ijobat bo'ladi. Faqatgina bu inson bu qalbdan duo qilish kerak. Shoirona so'zlarda jamlashlik duo emas, balki qalbni tirik turishi va Alloh taologa bo'lgan xitob qilayotgan yoki so'rayotgan yoki panoh tilayotgan, shunday bo'ladi ko'p o'rinda. So'rayotgan.
yoki panoh tilayotgan narsasini chin dildan agar duo qiladigan bo'lsa, ro'zadorligi sababidan buni duosi ijobat bo'ladi. Shuning uchun sizni bergan savolingizga ko'ra ro'za va duo. Asli duo Qur'oni Karimdagi duo oyatlari ro'zadan keyin keldi. Va Alloh taolo ro'za tutgan insonni meni bandam dedi. Men unga yaqinman dedi ikkinchi qo'shimchasi. Fa inni qarib va idza sa'alaka ibadi bandalarim dedi. Ikkinchisi fa inni qarib men ularga juda ham yaqinman dedi. Ujib da'vata da'izadan men ularning duosini ijobat qilaman dedi. Shu narsani va bu kishi ro'zadorligini va boshqa qo'shimcha narsalarni jamlab turib duo qiladigan bo'lsa, so'zsiz duosi ijobat bo'ladi. Va hamda ro'zadorning duosi qaytarilmaydi deyapti. Demak, shunday odamlar bor bu hayotda duolar bilan ko'p ishlarini oson va yengil bitirib olishadi. Lekin Xudo saqlasin shunday odamlar bor, duoga qolib ketgan odamlar bor. Boshqa odamlarning duolariga qolib ketgan yoki yomon duolariga qolib ketgan. Alloh taolo undan saqlasin. Biz duo qilayotganimizda xoyroy dunyo va oxira, dunyo va oxiratning yaxshiligini jamlaymiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytdiki, insonlarning ichida dedi, faqatgina dunyoni so'raydiganlari bor dedi. Va ma lahum fil oxirati min xalaq. U oxirat so'ramaydi dedi. Va minhum man yaqulu robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar. Ammo ularning ichida ba'zilari borki, dunyodagi hamma yaxshiliklarni so'raydi, oxiratdagi hamma yaxshiliklarni so'raydi va do'zaxdan panoh tilang dedi. Musulmon sifati shunday bo'lishi kerak. Dunyo yaxshiliklarini so'rash kerak, oxirat yaxshiliklarini so'rash kerak va do'zaxga tushib ketishdan nima qilish kerak ekan? Panoh tilash kerak. Ayniqsa ro'zador odam mana masjidga kirib qolamiz, tarovihga borib qolamiz, kunduzlari uyda yoki boshqa joyda o'tiramiz, qo'lni ko'tarib duo qilish kerak Alloh taologa. Chunki bu ro'zador. Unda imkoniyat bor. Ro'zadorning duosi ichi nima qilmaydi? Qaytarolmaydi. Alloh subhanahu va taolo qaytarmaydi bu kishining duosini. Allohu alam. Jazakallohu xayran. Barakallohu fik. Ustoz, ayrim odamlar ro'za tutadi, lekin namoz o'qimaydi. Ha, yaxshi. Islom qanday qaraydi bunga? Qisqa lekin ayanchlik, muhim, zarur savollardan biri. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilarki, Ramazon oyi kelsa, mana Ramazon bilan bashorat bor. Idza jaa shahr Ramazon. Ramazon oyi kelsa, jannat eshiklari ochiladi. Do'zax eshiklari yopiladi. Shaytonlar zanjirband qilinadi. Suffidat shayatin, sulsilat ash-shayatin degan hadis bor. Lekin shaytonlarning hammasi ham zanjirband qilinmaydi. Ba'zilar qolib ketadi. Ammo ikkinchi tarafdan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilarki, qiyomat kunida inson birinchi bo'lib so'raladigan narsasi namoz dedilar. Birinchi bo'lib qiyomat kunida avvalu ma yuhasabu al-abdu bihi yawmal qiyamati as-salah. Qiyomat kunida inson birinchi bo'lib namozdan so'raladi dedilar. Fa inna jaminha namozdan najot topsa, qolganlardan keyin so'raladi dedilar. Eng birinchi bo'lib inson namozdan so'raladi, ro'zadan emas. Lekin bizning ba'zi bir insonlarimiz bor, ro'za tutadi, namoz o'qimaydi. Islomda 5 ta arkon bor. Ikkinchi arkon, inson dinga kirgandan keyingi ikkinchi arkon namoz. Undan keyingisi ro'za. Mayli ro'zasini tutsin, bu inson ro'zasini tutsin. Ammo hatto shunday qo'rqituv hadislar borki, biz bilan, ya'ni musulmon bilan musulmon emasning farqi namozda degan. Ya'ni musulmon odam uzursiz namozini tashamaydi, ayniqsa erkak kishi. Uzursiz namozini tashamaydi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, biz o'qiyotgan 5 mahal namozimizga 20 rakat namoz qo'shilib qoldi. Tarovih namozi. O'zi Ramazon kelishligi ibodatni ko'payishligi bo'lyapti. Har kuni o'qiyotgan bomdod, peshin, asr, shom, xutton namozlarimiz xuddi shuncha rakat deyarli nima namoz qo'shilyapti yana 20 rakat. Balki undan ham ko'proq o'qishligi mumkin. Oyatda Alloh taolo sizlar ro'za tutasizlar. Ro'za tutasizlar. Ajab emaski sizlarda taqvo paydo bo'lsa deyapti. Aql qabul qilmaydiki, taqvodor inson ro'za tutsa-yu, namoz o'qimasa. U ro'za tutsa-yu, taqvo paydo bo'lish maqsad bo'lsa-yu, lekin ro'za tutsa-yu, namoz o'qimasa. Va yana hadisda aytilyaptiki, birinchi bo'lib so'raladigan narsa qiyomat kunida namoz desa, bu keyingi so'raladigan narsalarni qilayotgan bo'lsa. Ko'p shunday odamlarimiz. Shuning uchun biz o'zimiz so'zimiz emas, balki aytamizki, Alloh taolo Qur'oni Karimda
bir joyda ro'za haqida oyat tushirdi. Bir joyda. Ana Baqara surasida Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam deb bir joyda ro'za oyatlarini tushirdi. Ammo Qur'oni Karimda boshidan boshlab oxirigacha deyarli 100 ga yaqin oyat karimada Alloh taolo aqimus sola, yuqimunas sola, aqomus sola namozlarni o'qishadi, qoim qilishadi, barpo qilishadi, bular namoz o'qiydi, namozini tashlamaydi degan oyat tushirdi. Juda ham ko'p. 100 dan oshirdi. 100 ga yaqin. Ya'ni dalalatan sarohatan ochiq yoki dalalatan ko'p oyatlarda bizga bittasi yetardi o'zi. Va Umar radhiyallohu anhu vafotlari paytlarida aytdilarki, islom dinida namoz o'qimagan inson uchun nasiba yo'q deb qo'ydilar. U kishining so'zlari ham hadis qatoriga o'tadi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xastalik paytlarida, umrining oxirlarida o'rinlaridan turib, endi harakat qilib shu namozga chiqamizda behush bo'lib, yana behush, 3 marta hushidan ketgandan keyinlar ham as-sola, namoz dedilar. Masalan, asonga e'tibor bersangiz, ro'zaga shoshiling, hajga shoshiling, najot deb aytmaydi, nima deydi? Hayya alas-sola, namozga shoshiling. Shuning uchun biz ro'zador aka-ukalarimizga, yaqinlarimizga aytamizki, ro'za tutayotganingiz bu yaxshi Alloh taoloning buyrug'i, yaxshiligi, farzi, vazifangiz. Ammo ro'za tutib namoz o'qimaslik bu dinimizni bir qanday bu odam ro'zasini tushunmayapti degan ma'noni bildiradi. Ro'zadan maqsad taqvo bo'lsa, bu odam taqvo qilmayapti. Balki shu bir kishi aytdi menga, kechasi bir 2larda saharlik qilib yotib olsak-da, ertasi kuni 11da turib ishga ketsak deydi. Bomdod qani yoki saharlik o'zining vaqtidagi saharlik qani. Shuning uchun agar buni taqvosi bo'layotgan bo'lsa, ro'za bilan namozni yoki zakot bilan namozni o'rtasini ajratishlik mumkin emas. Bizda masalan farzni bajarishlik savob bo'ladi, bajarmaslik gunoh bo'ladi, inkor qilish dindan chiqaradi. Biz odamlar inkor qilmaydi, lekin bajarmaydi. Balki Ramazon oyida namoz emas, ko'proq namoz o'qish kerak. O'zi o'qiyotgan namozdan ko'ra ko'proq namoz o'qish kerak. Alloh taolaga yaqin bo'ladi. Allohu a'lam. Alloh rozi bo'lsin. Ustoz, Ramazon Qur'on oyi. Xatmlar qanday qilinadi? Bu ayni ro'zani savoli. Ramazon oyini savoli. Alloh subhanahu va taolo eng ulug' payg'ambariga eng ulug' kitobni eng ulug' farishta orqali eng ulug' kechada nozil qildi. Shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'on dedi. Ramazon shunday oyki, u oyda ro'zada, Ramazon oyida Qur'on nozil bo'ldi dedi. Qur'onning nozil bo'lishi Ramazon oyida bo'lgan. Va Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda inna anzalnahu fi laylatil qadr. Biz Laylatul Qadr kechasida Qur'onni nozil qildik dedi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki, kana Jibril yudarisunil Qur'on fi Ramazon. Jabroil alayhissalom kelib Ramazon oyida menga Qur'oni Karimni dars qilardi dedi. Buni ma'nosi musulmon inson Qur'onni xatm qiladi. Mana masjidlarimizda bir poradan, mana ko'proq shunday, bir poradan xatm o'qiladi, shu xatm Qur'on deyiladi. Odamlar o'zlari Qur'onda o'qishadi, bu ham xatm Qur'on deyiladi. Va Jibrilu yudarisunil Qur'on degani Jabroil alayhissalom kelib menga Qur'onni o'rgatar edi deganda ma'nosi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'qilishligini va uni ma'nolarini. Demak, Ramazon oyi kirganda xatm qanday bo'ladi desa, ba'zi ulamolarimiz aytganki, 2 xil bo'ladi. Qur'onni o'zini o'qib ketishlik bu xatm bo'ladi va Qur'onni ma'nosini, tafsirini, uni sababi nuzulini, nasih mansuhini, ya'ni ichida o'zi nimalar bor. O'sha tafsirda ilmlar bor. Shularni o'qib ketishlik ham yudarisunil Qur'onga tushadi, ya'ni Qur'onni dars qilishlikka tushadi degan nima hadisga to'g'ri keladi. Demak, tarixda olimlarimiz, xossatan mazhab boshimiz Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi bir kunda bir marta xatm qilar ekan. Mana biz jamoatimiz ichida, odamlarimiz ichida tug'ilgandan beri bir marta xatm qilmagan odamlar bor. Va Ramazon oyida ham bitta xatm qilolmaydigan odamlar bor. Xatm qanday bo'ladi desa, Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi har kuni oxirgi 10 kunlik kelganda xatmun nahariya, xatmun layliya, kunduzgi xatm, tungi xatm deb 2 marta xatm qilar ekan. Qur'oni Karimni bir kunda. Buni biz tasavvur qilishimiz qiyin-da.
Chunki biz uni qila olmaymiz. Shuning uchun Ramazon oyi kelganda Ramazon Qur'on oyi. Ramazon Qur'on nozil bo'lgan oy. Ramazon Qur'on o'qiladigan oy. Ramazonda Qur'onni dars qiladigan oy. Tafsirini, ilmini o'rganadigan oy. Shunday deb tushunsak to'g'ri bo'ladi. O'zi aslida mana e'tibor bersangiz, Ramazon oyida ibodatlar hammasi qo'shimcha bo'ladi. O'qiyotgan namozimiz ko'payyapti. Kunduzgi namozlarga 20 rakat namoz qo'shilyapti. Ehson hadisda keladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ajvadan nas. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'li ochiq odam bo'lgan. Baxil bo'lmagan payg'ambarimiz. Va ajvada ma yakunu fi Ramazon. Ramazon oyi kelganda payg'ambarimiz juda ham qo'li yanada ochiq bo'lib ketardi. Karihi mursala deydi hadisda, shamol kabi. Ya'ni shamolga e'tibor bersangiz, bir yerga bo'lib, bir yerga bo'lmaydi emas, hamma joyga bo'ladi shamol. Hammaga foydasi tegadi. Bu nima haqida bo'ldi? Ehson haqida bo'ldi. Va duo oyi. Har doim qilinayotgandan ko'ra ko'proq duo qilinadi. Har doimdan ko'ra ertaroq turiladi. Ya'ni hamma ibodatlar qo'shib kelinadi-da, shularda ichida nima bor desa, shularning ichida xatmil Qur'on, Qur'onni o'qishlik, o'zi Qur'on oyida tushganligi uchun va Qur'onni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo Jabroil jo'natyapti. Jibril amin o'zi vahiy olib kelgan kishi, farishta, ulug' farishta. Mana shu farishta kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yudarisunil Qur'on, Qur'onni qo'shimcha dars qilyapti. Shuning uchun tarixda o'tgan solih insonlarimiz, mana mazhab boshlarimiz yoki ulamolar darslarini to'xtatib yoki Qur'on darsi, Qur'on ilmlar bilan mashg'ul bo'lishgan. Qur'on, Ramazon juda ham bir-biriga bog'liq narsa. Va Ramazon o'zi boshqa ibodatlarni hammasini bir sira nima qiladi? O'zida jamlaydi. Masalan, mana umra bor. Hajni qanday aloqasi bor desangiz, mana Ramazonga namozni bog'ladik. Ramazonga zakotni, ihsonni bog'ladik. Ramazonga duoni, Ramazonga Qur'onni, islom arkonida haj bor desa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam umratun fi Ramazon ka hajjatun ma'i degan bir rivoyat keltiradi ulamolarimiz. Ramazon oyida qilingan umra men bilan qilingan hajga barobar dedilar. Ramazon oyida qilingan umra men bilan qilingan hajga barobar. Islom arkonlarining hammasi ziyodasi bilan Ramazon oyida nima bo'ladi ekan? Jamlanadi. Endi ikkinchi bir mavzu bor. Bizi odamlarimiz, balki siz savolingiz ham kelib qolsa kerak, faqat roza deb tushunib qolyapti. Unday emas. Roza ya'ni saharlik qil, iftorlik qil. Qolgan ishlaring bir xil bilganingdek qil. Yo'q, unday emas. Roza ichida ko'p narsa bor. Shu islom shariatlari bir sira, boya boshda aytganimizdek, Ramazon oyida bir hammasi jamlanib turib, tartibga solinib, yanada mukammallashtirilib, chiroylilashtirilib turib, Ramazon oyida nima qilinadi? Endi sizni tilingizda aytganda bitta zaryad oladi odam. Energiya oladi. Haligi ancha-muncha ruscha savol berib qolyapsiz. Odam bitta energiya oladi. Ana zamonaviy tilda aytsa, motivatsiya oladimi? Muhim iymoni uni mukammallashib, keyingi bo'layotgan Ramazondan keyingi hayotiga nima qiladi? Ta'sir qiladi. Shuning uchun aytishar ediki, biz Ramazon oyini 6 oy kutar edik va Ramazon oyidan keyin 6 oy qabul bo'lishini so'rardik deydi. O'zi 12 oy. 6 oy kutyapti. 6 oy qabul bo'lishi. 6 oy qabul bo'lishini so'rayapti. Demak, yil Ramazon. Mana shu yilimizni Ramazon belgilab beradi. Aslida Laylatul Qadr kechasida ham taqdir yoziladi. Bir yillik taqdir yoziladi. Laylatul Qadr o'sha kuni insonda bir yillik taqdiri yoziladi o'zi aslida. Keyingi Laylatul Qadrga yetib olsa, yana bir yillik taqdiri yoziladi. Ramazon, ya'ni hamma narsa Ramazonda jamlangan ibodatlar deyarli hammasi va ziyodasi bilan desak to'g'ri bo'ladi. Ustoz, Ramazon oyida yemasak, ichmasak, shuni roza desak bo'ladimi? Roza tutdik desak. Ha, bismillahirrohmanirrohim. Bir mavzu ekan. Shuning uchun bismillah deb boshlab qo'yamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boyaga hadis qudsiydan tushuntirib ketamiz. Roza nima? Roza saharlikdan boshlab, ya'ni saharlik bomdoddan boshlab yeyishdan tiyilamiz. Halol narsalarni. Ichishdan tiyilamiz, suvda yoki boshqa narsalarni va jimodan o'zini ayoldan. Ramazon nima qilyapti degan savol. Nima qilyapti bizga desa, haromdan tiyilish uzoqda turib tursin. Haloldan tiyilyapmiz. Nima qilyapmiz desa, yemaymiz. Xurmo bo'lsa ham yemaymiz. Zamzam bo'lsa ham ichmaymiz. Ichmaymiz. Eng halol narsalar bo'lsa ham yemaymiz. Shuning uchun yada'u ta'amahu va sharabahu, yeyishini to'xtatdi, ichishini to'xtatdi va ayoli
O'zini ahli ayoli osmondan tushgan yomg'irdan ko'ra ahli ayoli bunga pok halol bo'lib hisoblanadi. Shunda nima qilyapti? O'zini inson to'xtatyapti. Attang, lekin ba'zi bir odamlar yeyishdan to'xtaydi, ichishdan to'xtaydi, tili har xil narsani gapirishdan to'xtamaydi. Ana endi bizga qo'rqituv hadisi kelyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam salovat aytib turishimiz kerak. Ismi chiqqanda Rasulullohni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man lam yada qawla zur wal amala bihi." Qaysi inson yolg'onchi gapirsa, yolg'on gapirib yuraversa, unga amal qilib yuraversa, roza tutib, asli roza tutmaganda ham mumkin emas edi. Lekin roza tutib ham u hali yana yolg'on gapirsa, wal amala bihi, shun bilan ovora bo'lib yursa yoki shunga o'xshagan g'iybat, chaqimchilik, bekorchi gaplar, falonchi fala hajata lillahi an yada'a ta'amahu va sharabahu degan o'zini ochga qo'yishi Xudoga kerak emas edi. Ya'ni bu inson o'zini ochga qo'yishligi Alloh taologa kerak emas edi. Buni ma'nosi nima desa, och qolding, roza tutmading degani. Sen faqat och qolding degani. Roza demak, siz boya savolingizga ko'ra, roza och qolishlik emas. Eksperimentalik deydi ulamolarimiz. Katta ma'no bor. Faqat ovqatdan tiyilib qo'ysang, yeyishdan, ichishdan tiyilsang, lekin qo'pol qilib aytganda bir odamni qonida qurti bo'lsa, shu qurtini tushirib qo'yish uchun ham yeyish, ichishdan 7 kun tiyilib qo'yaryapti. Bir kun emas, 7 kun. Ha biz bo'lsa kunduzi ro'zada yeyishdan, ichishdan tiyilsak, ammo bu telefondan o'zimizni, ko'zimizni to'xtatmasak, quloqni to'xtatmasak har xil narsa eshitishdan va tildan gapirsak, yanimizda hozir shu paytga kelib bir odam bo'lish shart emas. Hamma biz yanimizda bo'lishi mumkin bo'lib qoldi. Qanday? Telegram yoki WhatsApp bir nimaga kirasiz, u kishi bilan gaplashishingiz mumkin. Video orqali yoki zvuk, ovozlar orqali. U nima qilyapti desa, telefondan har xil narsalarni ko'rsa, mayli biz ham telefondan ko'rayotgandir. Yaxshi narsani ko'rsin, yaxshi narsani eshitsin. Roza tutdi-yu, ko'zi roza tutmadi. Roza tutdi-yu, qulog'i roza tutmadi. Roza tutdi-yu, ayniqsa tili roza tutmadi. Shu odamni men sizni tilingizda deb turaman endi, Galadovka deydi. Bu och qoldi xolos. Shu ertaman turib olibdi. Hammamiz bilan choy ichibdi. Bizni tilda aytganda, ana o kech kirdi, hammamiz bilan choy ichib qo'ydi. Misrda men shu munosabat bilan bir nimani aytib berardim. Men Misrda o'qiganman. Biz Qirg'izistonda ko'pchilik Misrda o'qigan hozirgi olimlarimiz ko'plari. Misrda o'qiganimizda bizni bir xristian qo'shnimiz bo'lardi. Uni Abu Bakr masjidiga ketamiz. Shu masjid devori, bu yerda ko'cha bor, 4 metrlik. Ko'chani bu yoqda birinchi do'kon shu xristianlar do'koni. Shu xristian odamlar Ramazon oyi kelganda biz bilan birgalikda ertalab saharlikda do'konga chiqamiz, bomdodda o'tib ketadi. Saharlikda bo'ldi. Saharlikdan boshlab iftorlikgacha bir qultum suv ichmaydi. Bitta non yemaydi. Hech narsa. Xristian bu joyda kresi bo'ladi Misrda. Bo'ynida kresi bo'ladi. U arab lekin xristian. Shu insonlar men o'sha joyda 7 yildan oshiq yurgan bo'lsam, bir marta ham roza vaqtida ovqat yeganini ko'rmadim. Lekin bizni yurtga qaytib kelgandan keyin qarasam, bizni odamlar bemalol ochiq ovqat yeb yuribdi. O'zlari musulmon. Haligi ba'zilarimiz shu xristianchalik ham bo'la olmaymiz ekan ba'zi paytda. Odob ham saqlay olmaymiz-da. O'zi roza tutmasligi mumkin. Balkim kasaldir. Balkim bir holatdadir. Lekin shular qanday qilar desak, biz Shomda masjidda o'qishligimiz uchun yursak, haligi xristian Samuel bittasini ati, yana bittasi bir nimalar edi. Shular do'konda dasturxon solib azon kutib o'tirar edi. Qachon azon aytadi? Ular musulmonligi uchun emas, u xristian. Ular musulmonlarning hurmati uchun 30 kun har yili kunduz ovqat yemardi. Har yili 30 kun. Azon aytishligi bilan kelinglar deb u o'zlari shu iftorlikka to'g'rilab ovqat qiladi. Uydan iftorlikka to'g'rilab ovqat olib keladi. Musulmon emas. Madaniyat yemaydi. Madaniyat, hurmat, ehtirom. Endi men aytganim, xuddi shularnikiga o'xshab qoladi ba'zi odamlar och qolishi. Bular och qolyapti kunduz bilan, lekin u roza niyat qilmayapti. Bizi musulmonlarimiz ba'zilar roza niyat qilyapti-yu, telefondan bo'shamaydi. Alloh saqlasin, ba'zilarda aytyapmiz. Tili yolg'ondan,
G'iybatdan. G'iybatdan, tuhmatdan, har xil yomon narsadan bo'shamaydi. Qulog'i har xil keraksiz lag'vlardan bo'shamaydi. Ko'zi har xil narsani ko'rishdan bo'shamaydi. Bu ro'zani maqsadini teskarisi. Alloh taolo aytayaptiki, la'allakum tattaqun. Sizlar ro'za tutinglar. Ajabmas, taqvoinglar oshsa deyapti. Ha biz ro'za tutsakda vaqtni qanday o'tkazib, ya'ni shu och qoldi-ku, eplab vaqt o'tkazib iftorga yetib olish kerak. Yo'q, ro'za unday emas. Ro'zadan maqsad bir joyda och qolib turib, keyingi joyga yetib olishlik emas. Keyin bu yerda uchinchi mavzu ham bor. Endi hali siz savollaringizga qo'shimcha bo'lib ketyapti. Aslida ba'zi bir joylarda e'tibor berilsa, Ramazon oyi boshqa oylardan ko'ra do'konlarda ko'proq savdo bo'lar ekan. Musulmonlar ko'proq ovqat yeydigan Ramazon oyida. Ha desa, men saharlik qilishim kerak, saharlik qilishim kerak. Hamma narsani g'amlab, nima qilib olib keladi. Keyin men iftor qilishim kerak deydi. Do'stlar chaqirish kerak, boshqa qilish kerak. Ha. Iftor qilishim kerak deydi. Yaxshi. Iftorlik, saharlik ibodat, lekin asl maqsad emas. Asl maqsad emas. Bir kuni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uyga kirdilarda, nima bor uyda dedilar, yegani. Payg'ambar amin desa, dengizda hammasi ovqat bo'ladi, tog'larda hammasi tilla bo'ladi. Yo'q ekan, uyda bitta xurmo yo'q ekan. Va inni soim dedilar. Agar hech narsa yo'q bo'lsa, men ro'zadorman dedilar. Saharlikda ovqat bo'lmagan, iftorlikda nima ovqat bo'lishi mumkin uyda? Bo'lsa ozgina narsa bo'ladi-da. Ammo ularda taqvo bo'lgan. Shuning uchun biz mo'min musulmonchilikka aytamizki, Ramazon oyi ovqat oyi emas. Ramazon oyi telefon oyi emas. Ramazon oyi, ya'ni Ramazon taqvo oyi. Musulmon insonning taqvosi ko'payishi kerak. Demak, Ramazon oyi faqatgina ovqat, yeyishlik, ichishlikni o'ylaydigan ovqat emas. Qarangda, odamlarimiz, ba'zi odamlar masalan obeddan boshlab iftorda nima yeyishni o'ylab yuradi-da. Ha, bizga o'xshashlar. Ha, nima ovqat qildingiz? Qayerda iftor qilamiz? Qayerda ko'rishamiz? Katta ibodat qilgan kabi. Aslida teskari bo'ladi. Aslida iftorlikda ko'p taomlanmash kerak. Saharlikda ozgina ko'proq yesam. Nimaga desangiz, iftordan keyin shom bor. Keyin xufton bor, tarovih bor. Bu qachon Qur'on o'qiydi? Qancha tarovih o'qiydi? Qancha ibodat bilan mashg'ul bo'ladi? Shuning uchun umumiy biz odamlarimizda birinchisi demak Ramazonni faqatgina och qolish deb tushunib qolyapti. Bu noto'g'ri. Ikkinchisi Ramazonni ovqat oyi qilib yuboryapmiz. Xuddi biz kunduz ro'za tutdik-ku. Endi ancha-muncha tarixda o'tgan solih insonlarimiz, sahoba, tobiinlardan ko'ra biz ro'zamiz aniq qabul bo'ldi deb o'ylab qolyapmiz. Ular qo'rqar edi. Biz qo'rqishimiz kerak. Chunki biz ro'zador aka-ukalarga, opa-singlarga aytardikki, Ramazon oyida Alloh taolo la'allakum tattaqun deyapti. Ajabmas, sizlar taqvo qilsanglar deb. Ro'za tufayli hurmatli jamoat bizni taqvoyimiz ochsin. Ko'zimiz taqvo qilsin. Quloqimiz va butun badanlarimiz taqvo qilsin. Shunda inshaalloh ro'zani haqiqiy nima maqsadi hosil bo'ladi. Siz men savolingizni unutib qoldim. Yo'q. Ramazon oyida inson faqat o'z nafsini tiyadimi? Degan o'sha. Ha, nafsni tiyishlik masalasi, nafsni tiyishlik keyin Ramazon oyi deyilyapti. Hamma oylarda ham, hamma joylarda ham imkon qadar inson nafsini tiyish kerak. Aslida va Ramazon oyida bu oson bo'ladi. Nimaga desa, Alloh taolo bizga yordam jo'natyapti. Alloh taolo jannat eshiklarini ochib beryapti. Do'zax eshiklarini yopib beryapti. Va suffidatu shayatin, shaytonlarda hammasi emas, albatta maradatu shayton ochiqda bo'ladi. Va shaytonlar zanjirband qilinyapti. Inson nafsini tiygani Ramazonda yengil bo'ladi, o'zi aslida oson bo'ladi. Va ro'za tutgandan keyin inson zaiflashadi. Och qolgandan keyin bosh ishlashni boshlaydi. Aslida. Nafsi bo'lsa zaiflashadi. Shuncha foydasi bor ekan o'zi ro'zani. Energiyaga to'lib. Ha, dunyoviy tarafdan foydalari ko'p. Shuni ham bir men jamoatimizga bir tanbeh qilib aytgan bo'lardim. Hozir ba'zilar chiqib aytadi, masalan, ro'za tutsangiz salomatchiligingiz bu yeriga foyda ekan. Ro'za bu eng deb dunyoviy. Yaxshi, to'g'ri. Ro'zani meditsina qilmaylik lekin. Ro'zani meditsina qilmaylik. Ro'za Alloh taolaning buyrug'i. Ro'za tutinglar dedi. Shuning uchun tutaylik. Namoz o'qisang deydi, ishing yurishadigan deydi. Balkim namoz o'qisa ishi yurishmar. Zakot bersang mol mulkingga hech narsa bo'lmaydi ekan deydi. Bu bir haligi strahovoy kompaniyamiki, biz zakotni berib qo'yib, suvda cho'kmaydi, o'tda kuymaydi deb o'tirsak, yo'q. Zakotni bugun berib erta kuyib ketish mumkin. Zakot buyruq. Alloh taolo tarafdan farz.
Xuddi shuni singari roza tutsang salomatchiligingga foyda deb ba'zi bir odamlar roza tutar ekan. Birinchi o'rinda man soma lillahi yawman deyapti. Bir kun Alloh uchun tutsa. Shuning uchun Ramazon rozasi bo'lsin, nafl roza bo'lsin, Alloh uchun tutish kerak. Albatta undan keyin bu insonning salomatchiligiga ham foyda bo'ladi. Undan keyin foyda bo'ladi inshaalloh. Faqat qaysi ibodatni qilsa ham qul inna solati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin. Ayting namozim, qurbonligim, tirikligim, o'likligim barchasi lillahi robbil alamin. Alloh uchun. La sharika la. Alloh taoloning sherigi yo'q. Shuning uchun roza ham Alloh taolo uchun bo'lishi kerak. Och qolib ketmaylik. O'zimiz och qolib turib hamma ishlar qilsak, roza tutmadi degan ma'no chiqadi. Ya'ni Alloh taologa buni och qolishining foydasi yo'q degani, bu roza tutmadi degani. Alloh taolo saqlasin mana unday rozalardan. Barakallohu fikum. Ustoz, keyingi savolimiz bu yilgi Ramazon oyi boshqa Ramazon oylaridan nimasi bilan farq qiladi? Biz uchun Ramazon oyi har bir odam, men aytardim, yaqinlarimizga, aka-uka, opa-singillarimizga aytardiki, Ramazon oyi biz uchun bir madrasa bo'lsin. O'tgan yilgi Ramazonlarimizni qanday bo'lganini biz eslay olmaymiz. Lekin bu yilgi Ramazonni biz bilamiz, inshaalloh. Demak, mana shu yilgi Ramazon biz uchun nuqtatut tahavvul deydi arablar, o'zgarish nuqtasi, yangilanish nuqtasi, tavba nuqtasi, jannatga eshik nuqtasi bo'lishi kerak. Oldingi Ramazon bilan bu Ramazon, oldingini biz eslamadik, Alloh taolo qabul qilsin. Bu yilgi Ramazonda musulmon odam o'zini yoniga bir nima qo'ysinki, nima deydi? Maqsad, tilak, niyat qo'ysinki, bu yil men o'zgaraman. Masalan, men bu yil Qur'on o'qishni o'rganaman. Men bu yil ehson qilishni ko'paytiraman. Men bu yil taravih orqali tungi namozlarga o'rganaman. Jamoatlarga o'rganaman. Yoki boya aytgan hadisimizga ko'ra, men bu yil ro'zalim tufayli yomon so'zlarni tashlayman. Kimdir ichishni tashlar, kimdir chekishni tashlar. Musulmon odam shu ro'zadan foydalanmasa bo'ladi. Haligi endi o'zingiz bilasiz, ba'zi bir sigaret chekadigan odamlar, men shularga qoyil qolaman sabrga. Mashalloh. Ular ro'zani tutib kechga sabr qilishadi. Lekin sigaretni ochishadi. Bir qultum suvdan keyin sigaretni ochib qo'yadi. Shu sigaretni chekishlikka niyat qilsin, duo qilsin. Aytdik duo haqida Alloh taolo yordam beradi. Yoki tashlash kerak. Tashlaydi. Yomon narsadan uzoqlashishga, yaxshi narsani hayotiga qo'shishlikka harakat qilsin. Biz mehmonmiz. Bu dunyoda 120 yil, 230 yil yashab keta olmaymiz. Men masalan 40 ga kirdim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ummatimning o'rtacha umri 60-70 dedilar. Yetmagani bor, o'tib ketgani ham bor undan. Lekin o'rtachasi 60-70. Hammamiz dadalarimizni taniymiz. Opa dadalarimizni 3 dan 1 odam yo biladi yo bilmaydi. Uni tepasini lekin hammamiz bilmaymiz. Yo'q demoqchiman bugun. Chunki biz mehmonmiz. Yana yilgi Ramazonga biz bormizmi, yo'qmizmi, buni Alloh taolo o'zi biladi. Bu yilgi Ramazon sizga, menga o'zgarish Ramazon yili bo'lsin. O'zimizga bog'liq. O'zimizga bog'liq. Alloh taolodan so'rasak, harakat qilsak o'zgarib ketamiz. Inshaalloh. Inshaalloh. Hurmatli ustoz, mazmunli va foydali javoblaringiz uchun sizga katta rahmat. Ishonib qolamiz. Inshaalloh bugungi suhbatimiz orqali ko'plab insonlar Ramazon oyini nimalarini chuqurroq tushunib oldi. Ramazon oyini foydalarini, fazilatlarini. Ramazon oyi muborak bo'lsin. Ustoz, sizga katta rahmat. Xush kelibsiz. Alloh taolodan so'raymiz. Shu qilgan suhbatimizni xolisan li vajhihil karim, yolg'iz o'zining rozichiligi uchun hamda mo'minchilik, musulmonchilik el yurtga, Qirg'iziston, O'rta Osiyo, butun dunyodagi mo'min musulmonlarga, shu bizni ko'rgan odamlarimizga foydali bo'lishini Alloh taolodan so'raymiz. Va bizni ko'rgan yoki eshitgan aka-ukalarimiz, yaqinlarimiz Alloh taolo azminatin adida va sanavatin madida bir qancha yillar Ramazon oylariga yetkazsin. Bu yoshimizgacha tutgan ro'zalarimizni Alloh taolo qabul qilsin. Va bir qo'rqituv hadisi borki, Ramazonda fazilatlari juda ham ulug' va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, minbar 3 pog'ona bo'lgan, Ummu Sulaym yasatirib bergan Madinada amin, amin, amin deb chiqdilar minbarga. Shuni bittasida, "Ya Rasululloh, nimaga amin dedingiz?"
nima deb duo qilganingizni bilmadik, lekin amin dedingiz deganda Jabroil keldi. Ramazon kirsa-yu, Ramazon oyi chiqsa-yu, lekin kimdir shu Ramazondan foydalanmasdan yana gunohlari bilan chiqadigan bo'lsa, uni burni yerga ishqalansin deb Jabroil aytuvdi, men amin deb qo'ydim. Shuni amin deb ayting dedi. Aytuvchi farishta, ulug' farishta Jabroil. Amin deuvchi eng ulug' payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Demak, Ramazon oyiga kirsak va Ramazon oyidan chiqsak, lekin Ramazondan hech qanday o'zgarishsiz chiqsak, ibodatsiz chiqadigan bo'lsak, Alloh taolo insonda eng afzali bo'lgan joyi burni ko'tarilib qolib deydi. Burun kibrga dalolatda, burni yerga ishqalansin deganda Jabroil aytganda payg'ambarimiz amin deyar. Mo'minchilikka, musulmonchilikka hammasiga aytardiki, Ramazon oyidan foydalanib qolaylik. Bu ham bir fursat. Xush kelibsiz o'zingiz.